Dyson xarid qilmoqchi bo'lyapsiz-ku, lekin narxi qimmatli qilayotgan bo'lsa, siz uchun aynan Eosika koreyskiy brendni shu staylerini maslahat beraman. Bu Koreya texnologiyasi asosida qilingan bo'lib, sochingizni shikastlamaydi. Undan tashqari, xuddi Dysonga o'xshagan nasatkalari mavjud. Bu yerda ikki xil o'ng tarafini va chap tarafini jingalak qiladigan o'zini uskunalari, quritadigani va sochinglarni ukladka qilgan alohida taroqlari ham bor. Sizlar bilan endi buni raspakovka qilamiz. Qani ketdik. O'zida shunaqa sumkasi bor, bunga solib chetlarga olib chiqib ketsanglar ham bo'ladi. Mana o'zida shunaqa zo'r nasatkalari bor. Qizlar, buni texnologiyasi sizlarni sochinglarni shikastlatmaydi, kuydirib qo'ymaydi. Eng zo'r texnologiya asosida tayyorlangan. Bilasizlar, Eosikani lazer depilatorlarini ham sotamiz. Hammasini kачествоsi juda. Bu sochni bir tarafga, ya'ni bu tarafga jingalak qiladi. Mana strelkasi tarafga qarab jingalak qilib beradi. O'zini yoqqaninglarda sochda o'zi tortib kirib ketadi. Mana qaranglar. Kalta soch, uzun sochni tortib kirib ketadi. Yana bitta nasatkasi bor. Bunisi nabarot bu tarafga jingalak qilib beradi. Masalan, buni mana oldik. Olganimizdan keyin bunisini solamiz. Solganimizda bunisi mana bu tarafga qilib beradi. Ko'ryapsizlar? Dyson bilan birga bir ishlab beradi. Qizlar, narxi ancha byudjetli. Lekin men Dyson anchadan beri ishlataman. O'zi 4 yildan beri ishlatsam, buni yaqinda boshladim ishlatishni. Dyson bilan birga bir kuchi ham, jingalak qilib berishi ham. Xuddi o'sha vazifani bajarib beradi. Mana bu nasatkasini chiqarasizlar, o'zingizlar olib yurgani ham juda ham qulay. Tepaga, yonga qilib ishlatsanglar bo'ladi. O'zida shunaqa tarog'i bor. Bu ukladka qilgani sochda va o'zida shunaqa feni bor. Buni quritgani ishlataverasizlar va juda ham qulay olib yurgani ham bu. Hozir mana jiyanim sochini jingalak qildim. Kaltalik uchun juda ham chiroyli chiqdi. Qaranglar, qanaqa pishni bo'lib, zo'r bo'lib chiqdi. Mana. Sizlar ham kalta bo'lsa sochinglar shunaqa pishni ukladkalarni sharoitida o'zingizlar qilsanglar bo'ladi.